Men podpolkovnik Ismatova Fotima bojxona organlarida 25 yil chorak asr xizmat qildim. Hozirda nafaqadaman. Shu o'tgan davr bilan hozirgi davrdagi taqqoslashni faqatgina o'zida o'tkazgan odam biladi-da, inson biladi. Lekin masalan men mana shu chorak asr xizmatda bo'lgan bo'lsam, mustaqilligimizni boshlanish vaqtidagi muhitda ham ishladim, sharoitda ham ishladim, xizmat qildim. Hozirgi juda ham shiddat bilan o'zgarish borayotgan, shiddat bilan yengilliklar kiritilayotgan vaqtda ham qanchadir qisman ishladim va mana shu vaziyatda, mana shu ikkita holatda ishlab o'zimni bemalol taqqoslab fikrimni bildira olaman-da. Mana shu bizlar birinchi xizmatga yangi qabul qilgan vaqtimizda bizlarda kiyim bosh yo'q edi. Qanday maxsus o'zimizni harbiy kiyim boshimiz yo'q edi. Bizlar fuqarolik kiyimida yurar edik o'sha vaqtlar. Hozir qarang qanday chiroyli, bir-biridan yaxshi ko'rsa har kimni voy qanday yaxshi harbiy forma deb havas qiladigan formalarimiz bor. Aeroportda xizmat qilganman men o'sha vaqtlar chegara bojxona postida, Jartepa chegara bojxona postida, Qo'zibek, Chep barcha chegara bojxona postlarida faoliyat yuritganman. Bizlar yangi ishga borganimizda bizlar bilan bojxonachi bilan mana bu kelgan fuqaroni farqlash qiyin edi. Farqlash qanday? Faqatgina bizlarni shu ulardan so'rayotganimiz, suhbat o'tkazayotganimiz, bizni o'zimizni xizmat faoliyatimiz, xizmat chegaramizda o'tirganimiz o'shalar bilan farqlash mumkin edi-da. Hozir qarang qanday chiroyli formamiz bor. Bunga tasonalar aytish kerak. Hozir bojxona postlariga borsangiz, o'zim nafaqada bo'lsam-da tadbirlarga taklif qilishadi. Tadbirga kelganimda, masalan, boshqarmamizni ham, chegara postlarimizni ham, tiv postlarimizni ham qanchalik o'zgarganini ko'rib lol qolaman-da. Sababi juda ham chiroyli, tashqi ko'rinishdan tashqari ichiga kirsangiz, u yerdagi sharoitni ayting. Konditsioner degan narsani bizlar o'sha mahal masalan 98-99-yilda ishlagan vaqtimizda hattoki xayolimizga keltira olmasdik. Bitta ventilyator bo'lsa, bu biz uchun katta baxt edi-da. U issiq bo'lib, mana shu hozirgi jazirama issiq o'shanda ham bo'lgan. Bo'lmagan emas. Lekin o'sha issiqlarda postda turib xizmat qilish, chunki harbiy kiyim bosh kiydingiz, harbiy qasamyod qabul qildingiz, bu siz majburiyatingiz bo'yningizda turganda, har qanday vaziyatda turib berasiz. U yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi? Qishda bo'ladigan bo'lsa, masalan, men hozir eslayapman, qarang. Qishda bizda shunaqa voqealar bo'lgan, Jartepa postda o'tirardik, plashovka berilardi, masalan, kuzda, bahorda, qishda kiyimlar berilardi, u ham vaqt kelardi, yetmay qolardi. Fuqarolar ko'payib ketardi, bizlarga postlardan yordam keladi, boshqarmadan yordam keladi, o'sha kiyim bosh bizga yetmasdi. Ba'zi vaqtlar bo'lgan shaxsan men o'zim bitta ayol bo'lsam-da, shu kiyim bosh yetmagandan ustilarimiz ho'l bo'lib, kirib yana kiyimimizni almashtirib chiqardik. Hozir qarang, hamma postlarning usti yopiq. Hech qanaqa sizni qishda yoki kuzda, bahorda ho'lda qolmaysiz. Jazirama issiqda, quyoshda qolmaysiz. Qanchalar imkoniyat, qanchalar sharoitda men aytayapman-ku, bu narsani yana qancha aytsam shuncha ekan, biz bu holatlarni, bu hozirgi sharoitlarni o'sha vaqtlar hattoki xayolimizda tasavvur qila olmasdik-da. O'zbekiston qarang, mustaqilligiga 35 yil bo'libdi. Masalan, men xizmatga kelganimda 7 yil bo'lgan ekan, 98-yil xizmatga kelgan bo'lsam, hozir 35 yil. Qarang, mana shu vaqtda mana 28 yil yer bilan osmoncha farqda o'zgarish. Bu narsani men faxr bilan aytaman. Hozirgi yoshlarimizda shunday sharoit, shunday imkoniyat, havasim keladi. Qani yosh bo'lsang-da yana hozirgi sharoitda ishlab qolsang. Keyin mana hozirgi sharoitni taqqoslaydigan bo'lsak, qarang, eng oddiy suv misolida aytaman-da. Bizlar Qo'zibekda, Chepda ishlaganimizda bitta hovuz bo'lardi. O'sha hovuzga suv to'ldirilardi. U bir haftada bir marta yangilanardi. U hovuzga suvni olib kelib qo'yadilar, bir kundan keyin o'sha qurchalar paydo bo'lardi. Dokada o'tkazib, undan ichar edik, iste'mol qilardik, ovqat pishirar edik. Hozir qaysi eng, mana masalan respublikamizning eng uzoq chegara postiga boring, o'sha yerda ham shuni eshikdan kirganingizdan ko'llar turibdi. Xohlang issiq suv, xohlang sovuq suv. Bu eng, nima desam ekan, oddiy, eng kichkina taqqoslash. Bu ne'matlarni hammasini zamirida bizni mustaqilligimiz. Mana shu mustaqilligimiz va shu bilan birgalikda bizlarni tizimimizga bo'layotgan e'tibor. Mana hozir 3 smenada ishlaydilar. 3 smena, bilasizmi, bojxonada men o'zim o'sha o'tgan davrda va hozirgi davrgacha qisman ishlagan xodima sifatida bu men uchun armon bo'lib qolgan. 3 ta smenada ishlash. Hozirgi yoshlarimizga yaratilayotgan sharoitdan
men nafaqada turib eshitib mazza qilaman. Hozir bizlarda ijtimoiy himoya ham juda ham kuchli. Mukofotlar berilyapti. Mana shu aniqlagan holatlari, respublikamizning iqtisodiyotiga qo'shayotgan ulushi hammasi inobatga olingan tarzda ularga qo'shimcha rag'batlantirishlar bo'lyapti. Keyin mana bu uy-joy masalasida subsidiya berish, aytayapman-ku, bu yana aytaman, bizlar xayolimizga kelmagan. Biz mana shunchalik darajada o'zgarish bo'lib ketadi deyish, mana shunchalik darajada xodimlarga imkoniyatlar beriladi. Bu narsa umuman bizlar tasavvur qila olmaganmizda. Keyin mana hattoki farzandlarni o'qishga kirishida qo'llab-quvvatlash. Mana shu nima desam ekan, gender tenglikda hattoki eshitdim respublikamizda xotin-qizlarimizdan yaqinda boshqarma boshlig'i lavozimiga tayinlandilar, boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimiga tayinlandilar. Aytayapman-ku, bu men uchun xuddi tush ko'rayotgandek-da. Mana qarang, hozir bizda yaqinda mustaqilligimizning 35 yili nishonlanishiga juda katta shukuh bilan tayyorgarlik olib borilmoqda. Bizlar mana shu bayramni nishonlaymiz. Bu narsani qanday ko'rishingiz mumkin? Hozir bizning shaharimizda mana shu mustaqillik bayrami arafasi juda ham chiroyli obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Mana masalan shu jumladan Al-Buxoriy majmuasi bizni Samarqand shahrimizda ochildi. Endi bizlarni o'zimizni tizimimizga qaytadigan bo'lsak, qarang, Samarqand viloyati bojxona boshqarmasida mana Samarqand aeroport chegara bojxona postimiz qayta rekonstruksiya qilindi. Mana hozir Jartepa chegara bojxona postida logistika markazi ochilishi, u yerni yana qayta qurib logistika markaziga aylantirilishi, bularni hozir proyektlarini ko'rib o'zi qanchalik ko'zingiz quvnaydi-da. Bularni hammasi hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichning tashabbuslari bilan, u kishini qo'llab-quvvatlashlari bilan olib borilayotgan, amalga oshirilayotgan ishlar. Mana shu mustaqilligimizni 35 yillik bayrami bilan barcha yurtdoshlarimizni, shu jumladan o'zimni barcha hamkasblarimni tabriklayman. Bayram muborak bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Har bir xonadonda faqat tinchlik, xotirjamlik, yangi O'zbekistonning yutuqlari yanada bardavom bo'lsin. Kelgusi yilda mustaqilligimizning 36 yilligini nishonlash arafasida hozirgi aytayotgan ko'rsatkichlarimiz, hozirgi mana shu 35 yilgacha erishgan yutuqlarimizni yanada 10 barobariga, yanada ko'piga erishish nasib qilsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.